The Insider nashrining xabar berishicha, Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Fransiya, Germaniya va Niderlandiya rossiyalik muxolif siyosatchi Aleksey Navalniyning biomaterial namunalari tahlilini o'tkazgan. Ma'lum qilinishicha, bir nechta mustaqil laboratoriyalar ushbu namunalarda Janubiy Amerikadagi qurbaqa terisidan olinadigan o'ta zaharli modda epibotitni aniqlagan. Siyosatchi novichok moddasi bilan zaharlangandan so'ng uni davolagan reanimatolog shifokor Aleksandr Palupanning so'zlariga ko'ra, Aleksey Navalniyda o'limdan oldin kuzatilgan simptomlari epibotitning ta'siri haqida ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga mos keladi. Ushbu xabarlar fonida Buyuk Britaniya, Shvetsiya, Fransiya, Germaniya va Niderlandiya qo'shma bayonot ham e'lon qilib, Aleksey Navalniy o'ta xavfli modda bilan zaharlanganini tasdiqladi. Epibotitning zaharliligi va tasvirlangan simptomlarni inobatga olgan holda o'limning eng ehtimoliy sababi zaharlanish bo'lgan degan qarorga kelindi. Navalniy Rossiya qamoqxonasida vafot etdi. Bu esa Rossiyada unga ushbu zaharni yuborish uchun vosita, sabab va imkoniyat bor bo'lganini anglatadi, deyiladi qo'shma bayonotda. Marhum siyosatchi Aleksey Navalniyning bevasi Yuliya Navalniy X ijtimoiy tarmog'ida The Insider e'lon qilgan ma'lumotga bag'ishlangan post qoldirdi. 5 ta Yevropa davlatining olimlari turmush o'rtog'im Aleksey Navalniy epibotidin yer yuzidagi eng kuchli zaharlardan biri bo'lgan neyrotoksin bilan zaharlanganini aniqladi. Tabiatda bu zahar Ekvador daraxt qurbaqasining terisida uchraydi. U falajlikka, nafas olishning to'xtashiga va azobli o'limga olib keladi. Men ilk kunlardanoq turmush o'rtog'im zaharlanganiga ishonardim, ammo endi bunga dalillar bor. Vladimir Putin Alekseyni kimyoviy qurol bilan o'ldirdi. 2 yil davomida sinchkovlik bilan ish olib borgan va haqiqatni ochib bergan Yevropa davlatlariga minnatdorlik bildiraman, deb yozdi Yuliya Navalniy. Myunxen xavfsizlik konferensiyasida jurnalistlar Ilhom Aliyevdan Vladimir Putin bilan Rossiyaning Ukrainaga hujumlari, jumladan Ozarbayjon kompaniyalariga tegishli energetika obyektlariga zarba berilgan masalasini ko'tarilgani yoki yo'qligini so'radi. Bunga javoban Aliyev Kiyevdagi Ozarbayjon elchixonasiga 3 marta hujum bo'lganini ta'kidladi. Birinchi hujumdan so'ng biz buni tasodif deb taxmin qilishimiz mumkin edi. Biz Rossiyaga Ozarbayjonning Ukrainadagi barcha diplomatik vakolatxonalari, jumladan konsullik bo'limi, madaniyat markazlari va elchixonaning aniq koordinatalarini taqdim etdik. Shunga qaramay yana 2 marta hujum sodir bo'ldi. Demak, bu Ozarbayjonning diplomatik vakolatxonasiga qasddan qilingan hujumlar edi, dedi Ozarbayjon yetakchisi. AQSh harbiylari prezident Donald Tramp Eronga zarba berish haqida buyruq chiqargan taqdirda bir necha hafta davom etishi mumkin bo'lgan keng ko'lamli harbiy amaliyotga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda 2 nafar amerikalik rasmiyga tayanib Reuters nashri xabar berdi. Rasmiylarning aytishicha, ehtimoliy harbiy missiya avvalgi cheklangan zarbalardan ancha jiddiyroq tus olishi mumkin. Ushbu uzoq muddatli harbiy kampaniya nafaqat yadroviy obyektlarni, balki Eronning davlat va xavfsizlik muassasalarini ham o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Pentagon Yaqin Sharqqa qo'shimcha aviatsiya tashuvchisi, minglab harbiy xizmatchilar, qiruvchi samolyotlar va boshqariladigan raketa qurilmalarini yubormoqda. O'tgan hafta AQSh va Eron diplomatlari Ummon orqali muzokaralar o'tkazgan edi. Biroq yaqinda Tramp Shimoliy Karolinadagi harbiy baza oldida so'zga chiqib, Tehron bilan kelishuvga erishish qiyin kechayotganini aytgan va zarurat tug'ilsa, kuch ishlatilishini ham istisno etmagan. Mutaxassislar bunday ssenariy AQSh kuchlari uchun yuqori xavf tug'dirishini qayd etmoqda. Eronning raketa arsenali salmoqli bo'lib, javob zarbalari mintaqaviy mojaroni kengaytirish ehtimoli mavjud. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi mamlakatga zarba berilgan taqdirda mintaqadagi Washington bazalariga hujum qilish bilan tahdid qilgan. Ma'lumki, Qo'shma Shtatlarning Iordaniya, Kuvayt, Saudiya Arabistoni, Qatar, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiyada ham harbiy obyektlari mavjud. Oq uy matbuot kotibi o'rinbosari Anna Kelli prezident Eron Islom Respublikasi bo'yicha barcha variantlarni ko'rib chiqayotganini bildirdi. Pentagon esa operativ rejalarga izoh berishdan bosh tortdi. Bu xabarlar fonida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Washingtonda Tramp bilan uchrashib, Eron bilan ehtimoliy kelishuv Isroil xavfsizlik manfaatlarini ham qamrab olishi lozimligini ta'kidladi. Tehron esa sanksiyalar bekor qilinishi evaziga yadroviy dastur bo'yicha cheklovlarni muhokama qilishga tayyorligini, biroq raketa dasturini muzokaralarga bog'lamasligini bildirgan.
Ukraina prezidenti Myunxen xavfsizlik konferensiyasi doirasida jurnalistlar bilan suhbatda 2025-yil dekabr oyida Ukraina qurolli kuchlari 35 ming nafar rossiyalik harbiyni o'ldirgan yoki og'ir yaralagan. Joriy yilning yanvar oyida esa Rossiya qo'shinlarining hujumlari intensivligi pasaygani sababli ularning qaytarib bo'lmas yo'qotishlari 30 ming kishiga tushgan. Zelenskiy shuningdek Rossiya Donetsk yo'nalishida egallangan har bir kilometr yer uchun 156 nafar askar hayoti bilan to'layotganini ta'kidlagan. Uning aytishicha, bu ko'rsatkich zamonaviy Rossiya qurolli kuchlarining yirik harbiy korpusi yoki kichik umum qo'shin armiyasi soniga teng. Armiyamizning vazifasi aniq: imkon qadar ko'proq rossiyalik bosqinchilarni yo'q qilish. Maqsad oyiga kamida 50 ming kishi. Ishonchim komilki, hatto Rossiya uchun ham bu jiddiy bo'ladi, dedi Zelenskiy. AQShning Center for Strategic and International Studies baholariga ko'ra, o'tgan yil oxiriga kelib Rossiya qurolli kuchlarining umumiy yo'qotishlari 1,198 ming nafarga yetgan. Shundan 325 ming nafari halok bo'lgan. Faqat 2025-yilning o'zida halok bo'lgan va yaralanganlar soni 425 ming kishini tashkil etgan. Shuningdek, Zelenskiy o'zining 48 yoshda, Vladimir Putin esa 73 yoshda ekanini eslatib, Rossiya prezidentining umri unchalik ko'p qolmaganini qayd etdi. Rossiya prezidentining umri nihoyasiga yetmoqda. Xudo xohlasa, u ko'p yashamaydi, deya fikr bildirdi Ukraina prezidenti. Bundan tashqari, Zelenskiy Ukraina 30-50 yillik xavfsizlik kafolatlarini olishni istashini va Donbassdan qo'shinlarni olib chiqmasligini aytdi. Ukraina prezidentining so'zlariga ko'ra, AQSh 15 yillik xavfsizlik kafolatlarini taklif qilgan, biroq Kiyev uzoqroq muddatli kafolatni istaydi. Bundan tashqari, u urush joriy yilda yakunlanishiga umid qilayotganini bildirdi. Ukraina yetakchisi Donald Trampni ushbu urushni imkon qadar tezroq tartibga solish uchun Putinga bosim o'tkazishga chaqirdi.